أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ey Allahqa, onun payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlarga dushmaninglarga qarshi Alloh yo'lida jihodga otlaninglar deyilsa, nimishqa o'rninglardan qimirlamay yetib olasizlar? Sizlar bu dunyolik manfaatinglarni oxiratning ne'matlaridan afzal ko'rdinglarmi? Bilinglarki, sizlarning dunyoda manfaatlanadigan narsanglar oz va vaqtliqdir. Ammo Alloh mujohidlarga tayyorlagan oxirat ne'matlari ko'p va doimliqdir.